Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Abdushukur Muhammad yozgan Kurash o'lmaydi degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Bugungi o'qiydigan tema ko'z mo'nchoq, hasrat va echinish. Bu yilqi kuz kurashga yaxshi kelmadi. U taqsimot uchiri chiqqicha o'yin qo'yish atirti tashkillab, nahiya bozorlarni aralab, o'yin qo'yishga ketgan edi. U birər sənət tədqiqat o'rnida ishlashni orzu qiladi. Biroq bu mezgillarda istak bilan reallıq boshqa narsa edi. Ma'arif nazoratining taqsimotisiz o'zi xohlagan ishlarni qilishi mumkin emas edi. Uning ustiga poraxo'rlik avj olgan bu jamiyatda taqdir davomli boshqalarning qo'lida o'ynaladi. Kurash o'yin qo'yishdan sentabr oylarining o'ttirlarida qaytib keldi. Texşçe Ma'arif nazoratining taqsimotidan xabar yo'q edi. İş o'rni texi bekitilmaganligi uchun biror ishni boshlay olmay, kunlarini tit-titliq ichida o'tkazayotdi. Bekor bo'lsa dutorchilib, naqsha ijod qilib, ish pushuqini chiqaradi. Bu oralıqda bir qancha qitim Ma'arif nazoratiga berib, taqsimotini suylab kelganmi bo'ldi. 11-ayning 5-ida oxir Ma'arif nazoratidan uchur keldi. Biroq bu xo'shallik uchuri emas edi. Kurash 5-o'rta maktabdan o'qishga kelganligi uchun Ma'arif nazorati uni yanada 5-o'rta maktabga berishni buyurgan edi. Lekin Kurashning 5-o'rta maktabga qaytib borgusi yo'q edi. Ma'arif nazoratiga bir qancha qitim qatirgan bo'lsa-mu, ammo yanada natija chiqmadi. Oxiri u o'z oldiga ish qilish qaroriga keldi. Shu mezgillarda Yasin Muqbil tekis va muzikalarning o'zgichiligi bilan san'at sohasida tunilayotgan shaxslarning biri edi. Bir naqsha ijodiyatchisi uchun aytganda, yozgan tekis va ishlagan muzikasini shuhratga ega qiladigan odam yanala naqshchi hisoblanadi. Kurashning 1987-yil erishgan uftig'idan keyin televizor ekranida aytgan bir qancha naqshisi Yasin Muqbilga yarab qolgan edi. Bulubmu Kurash aytgan Eminjon Yusuf ijod qilgan 18 yoshim naqshisi Yasin Muqbilga mening ijodiyatlarimning xosligiga Kurashning ovozi mos kelgudak degan tuyg'uni bergan edi. Shuning bilan Kurash Yasin Muqbil ijodiyatidagi Sim yomg'ir, shohi kuylar, surat, xiyollar, ko'z mo'nchoq, qabridagi gul, oq chechak, kakku qo'ngan tal, nazlanma, men izlayman baxtimni, qatorliq jami 10 naqshidan tarkib topgan ko'z mo'nchoq nomli qopluq unolg'u lentisini ovozga elish ishlariga kirishib ketdi. Naqsha lentisi 1991-yilning qish mezgilida Xinjiang Unsin nashriyati tarafidan bozorga silindi. Bu ayni yillari rasmiy nashriyat tarafidan ishlangan sanoqliq naqsha lentilarining biri hisoblanadi. Bu Kurashning chiqargan tunji naqsha lentisi bo'lib, nashriyatdan naqsha lentilarining bir qism setish huquqini setib oldi. U chaqda naqsha lentalarini ko'chirib setish ishlari texi rasmiy kasbiy shaklda boshlanmagan bo'lib, Urumchida maxsus naqsha lentalarini sotadigan do'konmi yo'q edi. Shu chaqlarda Kurashning kichik vaqtidagi rasm ustozi Turdi elining Urumchi Do'nko'rikda kichik bir rasmxonasi bo'lib, rasmchilik bilan jon boqatdi. Bu chaqlarda Kurashning oilasimi Urumchidan bo'lib, Turdi eli bilan yaqin bordi keldisi bor edi. Kurashmu kichik vaqtidagi bu ustoziga hurmatini bildirib, qo'lidan keladigan yaxshiliklarni qiladi. Kurash Turdi eliga do'konining oldiga, ya'ni piyodalar yo'lining qirig'iga bir ustal qo'yib, naqsha lentalarini setish va ko'chirib setish taklifini berdi. Bu taklif Turdi eliga yarab qoldi. Shuning bilan Kurash Turdi eliga bir unolg'u va o'zida bor naqsha lentalarini tayyorlab berdi, ham o'zining yangidan chiqqan ko'z mo'nchoq nomli naqsha lentisini berdi. Turdi elining yo'l yoqasida boshlagan bu kichikina tijorati keyingi kunlarda zo'rayib, uni rasmiy naqsha lentalarini setish do'koniga ega qildi. Ondan texmo taraqqiy qilib, naqsha lentalarini o'zi mablag' silib ishlaydigan, hatto kino ishlaydigan darajaga elib bordi.
90-cı illərinin o'ttirlaridan başlap Turdi elining va şirketining nomida xeyli ko'p kinolar ishlendi. Shu chaqlarda Turdi eli nihoyatda oz sondagi kino ishlaydigan shaxslarning biri hisoblanadi. Көз мончақ нақша лентisi күрәш үшін bir başlanış болды. Gerçi күрәш Үнсін нәшриятыдан сетиш huquqini setib olgan bu tunji ün algı lentisidan ko'p payda ko'rmagan bolsa-mu, ammo naqsha lentisi ishlash texnikasi va jarayonini o'rganib oldi. Shundaq qilib 1992-yil 1-oyda күрәш tekis va muzikasini o'zi ijod qilgan Hasrat İçiniş namlıq 2 dana naqsha lentisi biroqla bozorga silindi. İçiniş namlıq lentisida Çeçin qini, qiz, bilelmedim hiç, çay, qini, külmen, ajrashmanglar ata-analar, sürme, pul, odam, yo'l, shundaq bir yerda yashasam deyman. Qatarlıq 12 naqsha. Hasrat namlıq lentida sözüm var, qizlar, derviş söygü, doppa, көз, ay, gül, seni o'ylayman. Kelmang desangmu, buloq, bevafo, yarimning to'yi, anılar, qatarlıq 12 naqsha bor edi. Bu naqshlarning ko'pinchisi 90-cı yillardan keyin yezilgan bo'lib, kurashning ichki dunyosidagi iztiroblar, buruqturum bo'lgan ruhiy holati aks etgan edi. Uning ko'pincha naqshlarida Uyg'ur madaniyatiga bo'lgan so'ygu, mavjud reallikka bo'lgan norozilik bor edi. U o'zi yashayotgan jamiyatdan buruqtum bo'ladi. Atrofini o'rab turgan to'salg'ularni bo'sib o'tkisi keladi. Erkinlikka intiladi. Bilelmedim hiç. Şundaq bir yerde yaşasam deyman, namlıq naqshları ana shu intilishlarning, ezgu xiyollarning ifodaları edi. Uning har bir naqshisida birdan hayot hikoyasi bor edi. Uning naqshlarining temalari hayot kechirmishlaridan, atrofidagi yuz bergan voqea hodislardan ilingan edi. U hayotni qizg'in suyatdi. Shunga u siqilishdan buruqtum bo'ladi va erkinlikka intiladi. Shunga u mavjud reallikdan echinadi. Tema o'yin qo'yish o'miki. Kurashning bu ikki naqsha lentisi Uyg'urlar orasida zo'r ta'sir qo'zg'adi. U dastlabda naqsha lentisi orqali Uyg'urlar jamiyatiga ta'sir ko'rsataman, Uyg'urlar orasida ma'lum ideya paydo qilaman deb o'ylagan edi. Ammo bu xil usulning uzun vaqtga ehtiyoji borligini, buningda tomoshabinlar bilan bevosita uchrashish mumkinchiligi bo'lmaydiganligini, vositalik yetkazgan uchurning bevosita yetkazgan uchurga qaraganda unumi tuvan bo'lganligini his qildi. Shunga u bir tarafdan erkak su, haykal, Sulaymon Guva, Chala tekkan o'q qatoriq bir qism mashhur she'rlarga muzika ishlab, uni naqshiga aylantirsa, yana bir tarafdan o'yin qo'yishning puxta tayyorligini qildi. Bu jarayonda o'zmi bir qism naqshlarni ijod qildi. Amaldor, Saxta adash, İtmijazlar nomli naqshlar kurashning bu jarayonda yozgan ijodiy naqshlari edi. Kurash 1993-yili 30 pora Qur'onning qiroatini unalg'u lentisi qilib ishlab, uni rasmiy Unsin nashriyati tarafidan nashr qildirdi. Bu Uyg'urlar orasida tunji qitimliq ish bo'lib, texi shu vaqtgacha Uyg'urlardan hech kim Qur'on qiroatini rasmiy nashriyat tarafidan nashr qildirib boqmagan edi. Gerçi Qur'on qiroati u mezgillarda unchalik qattiq cheklanmagan bo'lsa-mu, ammo yanala nurg'un to'salg'ular bor edi. Nurg'un unalg'u lentisi tijorati bilan shug'ullanadigan tijoratchilar bunda qiroat lentisiga yaqin kelishdan qo'rqatdi. Shundaqdimi, bu lenta ayni chaqda 40 ming nusxa tarqatilgan edi. Kurash 1993-yili yoz oylarida janubdagi nahiyalarga berib, yuqorida tilga ilingan yangi naqshlari bilan o'yin qo'ydi.
Tomoshabinlarning qiziqishi alohida bo'ldi. Biroq o'makning tayyorligi puxta bo'lmaganligi va o'makdagi bir qism artistlarning jiddiy ishi chiqib qilishi bilan o'yinni yarim yo'lda to'xtatishga majbur bo'ldi. Shu yili qishda Sanji, Guchung, Mori qatorliq nahiyalarda bir qancha maydon o'yin qo'ydi. 1994-yili 7-8 oylarda Xotandan boshlab Xotanning barliq nahiyalari va bir qism muhim yeza bozorlari, Qashqarning barliq nahiyalari, Aqsuning barliq nahiyalarini aralab yurib o'yin qo'ydi. Andin Kuchaga kelib, Kuchadan Talamatning davini orqali Tangri tog'laridan halqib o'tib, Ko'sanning o'rmon va Aralto'pa yezlariga bordi. U yerdan G'uljiga berib, u yerda bir qancha maydon o'yin qo'ydi. Yana bir qancha maydon o'yin Jilil yuzi nahiyasi va atrofidagi har qaysi yezlarda bo'ldi. Oq o'stang bo'yidagi oq ko'ngil sadda dehqonlarning so'ygan qo'ylariga daxil bo'ldi. Keyin G'uljidan ayrilib, Qo'rg'as, Jing, Savan, Bo'rtala qatorliq nahiyalarda o'yin qo'yib, Urumchiga qaytib keldi. Kurash o'yin qo'yib nagila borsun, xalq tarafidan qizg'in qarshi elindi. Naqshlarni suyib angladi. Erkak su, Amaldor, Chalatakkan o'q, Sulaymon Guva qatorliq naqshlar xalqning qalbiga o't yoqdi. Zal qiqas cho'qonlarga, chavak sadolarga to'ldi. Xalqning bu xil qizg'inligidan qo'rqqan saqchilar oxiri Yupurg'a nahiyasida kurashga qo'l soldi. Yupurg'ida o'yin qo'yilgan kuni zalda 30 dan ortiq saqchi bor edi. Ular tartib saqlash nomi bilan xalq orasida o'ltiradi. Әтсі сақчылар күрәшні түшкін ятығыдың сақчықаныға әкетті. Сақчы башлығы күрәшні қолға еліш тәктідіні салды. Bir qancha saat sual so'roq qildi. Oxiri fikirda mat bo'lib kurashni qo'yitishga majbur bo'ldi. 1995-yili bahor oylarida kurashning 4-naqsha lentisi Erkak su nomida nashrdan chiqdi. Buningga Erkak su, Amaldor, nima, turmush, haykal, hasadxo'r, saxta adash, banda, itmijazlar, bevapa, yerni satmanglar qatorliq 11 naqsha kirgizilgan edi. Bu naqsha lentisining jamiyatga ta'siri alohida zo'r bo'ldi. Bo'libmi Erkak su, haykal, yerni satmanglar qatorliq naqshalar kishilar qalbini larziga soldi. Kurash 5-oydan boshlab yana yozliq o'yin qo'yish tayyorligini qildi. Biroq bu qitim kurashning o'yin qo'yish tasdiqini elishi ancha osonga to'xtamadi. Qatma-qat tekshirish va behuda saqlatishlardan keyin tasdiq qog'ozini aron qo'liga oldi. Bu qitim Abdukim Kelkun boshchiligidagi Atus san'at o'miki bilan birlikda o'yin qo'yish kelishimi tuzildi. O'yin Atushdan boshlanib, Xotan Qashqarlarni aylanib Kuchaga keldi. Ular Kuchadagi o'yin qo'yish ishlarini tugatgandan keyin Kuchadan G'uljaga o'tib, u yerdan Urumchiga ketmoqchi edi. Ular G'ulja shahrida 3 kunlik o'yinga biroqla e'lon chiqardi. Birinchi kuni normal o'yin qo'yildi, ammo ikkinchi kuni ahvol o'zgardi. Urumchi madaniyat nazoratidan kelgan 2 kishi o'yin qo'yishni bekor qildi. Agar norozi bo'lib, davomli o'yin qo'yishda ching tursa, qo'lga elindiganligi bilan tahdid soldi. G'ulja shahrida o'yin qo'yish mumkin bo'lmaganligi uchun Jilil yuzi nahiyasiga tava yezlarda o'yin qo'ymoqchi bo'ldi. Ammo bir maydon o'yindan keyin u yerdimi to'xtatildi. Shuning bilan amalsiz qolgan o'mak tarqab ketishga majbur bo'ldi. Kurash G'uljidan Urumchiga qaytdi. Kurash Urumchiga kelib uzoq o'tmay madaniyat nazoratidan bir qizil boshliq hujjat tushdi. Hujjatda kurashning 2 dan ortiq odam bor yerda so'zlishi va naqsha aytishi ma'ni qilingan edi. Tema yerni satmanglar. Yerni satmanglar kurashning vakil xarakterlik naqshlarining biri bo'lib, 1993-yili yozilgan edi. U yillarda kurash
Küsen Medeniyet Sənət Şirketi namida şirket qurub, öz aldığa iş başlagan yıllar idi. Şirketning namida kitap nəşr qilish, ün alğu lentesini chiqarish və oyun qo'yish qatorliq bir qism madaniyat san'atga munosabatlik ishlar ilib berilatdi. Şirketning yana bir hamkorlashuvchisi Şinjan San'ati jurnali redaksiyasi bo'lib, Kurash redaksiyaning bir xodimi sifatida şirketning direktorligini o'taydi. Bu yili Küsen Madaniyat San'at Şirketi 30 para Qur'onning qiroatini jiddiy ishlayotgan bo'lib, bu ünalg'u lentesiga oldin zakaz tepish uchun Kurash Turpanga boradi. Kurash Turpandagi vaqtida bir qism Uyg'ur dehqonlarining yerlarini, üzüm zarliqlarini ishkirdan chiqqan Xitoy savdogarlariga 50 yillik, 100 yillik muddat bilan setayotganligini anglaydi. Kurash bu uchurlarni anglab quloqlariga ishonmay qoladi. Ammo keyin yerlarini sotgan shu dehqonlar bilan uchrashgandan keyin hasratdan yuraklari puchilindi. Ürümchiga qaytib kelgandan keyin quliga qalam elib, yerni sotmanglar nomli bu tekstni yezib chiqdi. Yer ota, yer ana, yer ajdodlar mirosi. Yer ulug', yer buyuk, yer hayotning manbasi. Dehqon aka, iltimosim yerni sotmanglar. Dehqon aka, iltimosim yerni sotmanglar. Ajdodlar, yer bu sening haqqing yo'q. Yoki bir mo'jiza yaratqining yo'q. Әтідін кешкіче yer bilen buldun. Galgı yo'q, uçangıya artqının yo'q. Uzundin bir nanga zar bulup keldin. Uyuңmu yo'qdixi xish bilen salgan. Qishu yoz yeringde yüriysen haman. Bu japa mushaqqat kimlerden qalgan. Bu fursat sana xas yer degen bayliq. Her yuğan söz degen ambalmı çağliq. Bir obdan yeringning qadrini bilmay. Bulmusun makanın ahiri sayliq. Yer sitip yançuqni toldurmaqçımı. Buvangning izini uchirmaqçımı. Evlatqa qalğudek mal bisating yo'q. Derdinge dert kuşup kaldırmakçımı. Yer ata, yer ana, yer ecdatlar mirası. Yer ulug', yer büyük, yer hayatning manası. Dehqon aka, iltimosim yerni sotmanglar. Dehqon aka, iltimosim yerni sotmanglar. Bu tekst muzikaga silinib 1994-yili va 1995-yili sahnalarda keng aytilib, xalqning olqishiga erishidi. Keyin Erkak Su nomidagi naqsha lentasiga qo'shib e'lon qilindi. Uyg'ur dehqonlarining ishkirdan chiqqan Xitoy savdogarlariga yerlarini setishi 1990-yillardan boshlangan bo'lib, texi yangidan boshlangan mezgillar edi. Bularning o'ttirsidagi bidiklar yanimi Uyg'urlar bo'lib, iqtisodiy jihatda qo'li qisqa, yavash dehqonlarni birinchi bo'lib ularning yamchukiga aylantirgan edi. Bu ishni xatarlik oqibatini sezgan Kurash, yerni sotmanglar nomli naqsi bilan ogohlantirishda bo'ladi. Biroq Kurashning bu tashabbusi Xitoy hukumatiga yoqmaydi. Gerçi Kurash bu mezgillarda hukumat tarafdan rasmiy kontrol ostiga elinmagan bo'lsa-mu, ammo ostidan kuzatilmoqda edi. Kurashning yerni sotmanglar nomli naqsi ayni chaqda Xitoy hukumatining Xitoy ko'chmanlariga yaratib berayotgan afzalligini, Uyg'ur dehqonlarining soddiligini ifodalab bergan edi. Kurash Shvetsiyaga kelgandan keyin nurg'un chet el axborotlarining ziyoratlarini qabul qildi.
ijodiyatlari tunishtirildi. Kurashning ijodiyatlari ishida chet el axborotchilarini bakrak jalb qilg'ini yanila yerni sotmanglar naqshisi edi. Bu naqsha teksti 2004-yili New York Times gazetida kurashning hayoti bilan birga tunishtirilgan edi. Shu yili yana Erkin Muzika nomli organ tarafidan tunishtirildi. 2010-yili Shvetsiya muzika arxivxonasi tarafidan chiqarilgan naqshi muzikantlar haqidagi Shvetsiya Visarkiv nomli kitobda tunishtirildi. Shunda qilib bugungi kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qatim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Senden ayrılıp vatan Yigen aşım aş emez Yigen aşım aş emez